Dada deb yig'lasa bo'ladimi singlim? Yuragim yomon bo'lib ketdi. Bu kichkina odamcha bunday tuyg'uni qayerdan bilsa ekan? Oyim bilan ikkalamiz bitta telefon ishlatamiz. Ishga ketganlarda sheriklarining telefonidan telefon qilib hol so'rab qo'yadilar. Qo'g'liman, sizlarga ham yoqadimi? Uzun o'qiluvdan foydalanmadim. Shuning uchun shakar solib qo'yilgan bankadan foydalandim. Bir chekkaga bekor turgandi. Mana bugun foydasi tegdi-da. O'zimcha uyg'urcha mantı tayyorlamoqchi edim. Yordim lekin. U qildim, bu qildim bo'lmadi. Boshqa narsa o'ylab topdim. Xudo xohlasa hali o'zim orzu qilganday uyim bo'ladi va yaxshi, qimmat telefonlarim, eng yaxshi ehson beruvchilardan bo'laman. Lekin men shu qiyinchiligimizda kuzatib turgan yaqinlarim bir umr yuragimda qolib ketadi. Manti qozonimiz yo'q edi. Qaranglar, sizlar uchun zo'r layfhak topdim-da. Mantini tayyorlashga tayyorladim, lekin endi uni qanday pishiraman deb rosa o'yladim. Qozonga ozgina kartoshkalarni terdim-da, ustidan ozgina suv solib, mantilarni qo'yishni boshladim. Endi men sizlarga mazasini gapirsam. Shunday yumshoqgina ichi soqli bo'lib chiqdi. Tishlaganingizda suv oqib ketadigan bo'lib, qo'yib ketgan kameram yana och qolgan jingalakchani videoga olib qo'ydi-da. Mo'ylovchasini qaranglar. Ovqat tayyor bo'lishini intiq bo'lib har doimgidek kutyapti. Endi mantuxonlardan xabar olamiz. Bay. Buning turishini qaranglar turishini. Hil bo'lib pishibdi. U qildim, bu qildim, mantini pishirib oldim. Endi navbat uni chiroyli qilib suzib olishga. Kelinglar endi sizlar ham mehmonga. Ikkinchi retni oyim uchun qo'ydim-da, o'zimiz esa singlim bilan ovqat yeyishga o'tirdik. O'zim ham sabrsizlik bilan kutdim. Qanaqa chiqarkan deb. Qilgan mehnatim yurakcha qizartirishinglarga arziydimi? Bilasiz, bundan juda xursand bo'laman. Hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsa, meni qo'llab-quvvatlayotganlar,